17-mavzu dativ. Ich fahre mit dem Auto deb nomlanyapti. Demak, ich fahre mit dem Auto. Xo'p, bu yerda nima bo'lyapti do'stlar? Dachniy падеж. Bu o'zbek tilida kimga, nimaga, ya'ni jo'nalish kelishiga javob beradi. Rus tilida esa кому, чемуga to'g'ri keladi. Demak, yuqoridagi darslarda sizlar bilan nominativ, akkuzativni to'liq ko'rib chiqdik. Endi esa mana bu jadvalni ko'rib turibsizlar. Qaysi savol? Demak, when savoliga javob beradi va bundan tashqari yana vo savolini qo'shib qo'ysalar bo'ladi. Vo ma'nosi demak qayerda degan savolga ham javob beradi, ya'ni где. Xo'p, demak, nominativ, akkuzativ hamda dativ. Nominativ yana bir qator savollarni ko'rib chiqamiz. Where kishilarga person was. Nima? Zahi, ya'ni buyumlarga. Akkuzativ when kimni, was nimani, zahi. Va bundan tashqari wohin savolini ham qo'shib bersalar bo'ladi. Ya'ni qayerga ham demak akkuzativga tegishli bo'ladi. Xo'p, navbatdagisi dachniy падеж. Dachniy падеж demak faqat when, kimga, nimaga savoliga javob beradi va bundan tashqari woga ham javob berib ketadi, ya'ni qayerda degan ma'noni beradi. Endi hop, maskulinum, neutral, femininum, plural rodlar berilyapti. Maskulinum murskoy rod, neutral средний rod, feminin bu женский rod bo'lyapti. Va plural это множественное число, ya'ni ko'plik. Demak, der Mann, ein Kind hamda negatsion, buni ham o'tdik. Kein Mann bo'lib qolyapti, отрицание qiladigan bo'lsak. Xo'p, endi akkuzativda akkuzativda nima bo'lyapti? Der demak bizda o'zgaryapti, boshqa rangda yozyapman, e'tiborlaring qaratinglar. Denga o'zgarib qolyapti. Den man bo'lib qolyapti. Ya'ni kishini bo'lib qolyapti yoki einen man bo'lib qolyapti. Einen man. Hamda akkuzativda keinen man bo'lib qolyapti. Birinchi shu nominativ akkuzativda yana bir qator tahlil qilib chiqaman. Das Kind средний rodda bola, ein Kind demak noaniq artikl, kein Kind demak отрицание bo'lyapti. Akkuzativda ham bir xil bo'ladi. Akkuzativda ham bir xil bo'ladi, faqat kimni nimani savoliga javob beradi. Femininumda die bo'lyapti, die Frau, eine Frau, keine Frau. Demak, bu женский rod. Ayol boshda определенный artikl, 5-timta artikl, keyin 15-timta artikl, noaniq artikl hamda negatsion, ya'ni отрицанияni sizlar bilan ko'rib chiqdik. Endi esa e'tiborlaring mana akkuzativga qaratinglar. Bu yerda ham nima bo'lyapti? Demak, o'xshashlik, umuman o'zgarish bo'lgani yo'q. Hamda pluralda die Leute insonlar, Leute artiklsiz bo'lsa, artiklsiz bo'ladi, ein bo'lmaydi pluralda, hamda keine bo'lib qoladi ko'plikda. Va ko'rib turganingizdek akkuzativda ham bir xil bo'lyapti. Demak, umumiy qonunlashtiradigan bo'lsak, do'stlar, bizda nima bo'lyapti ekan? Bizda nominativ hamda akkuzativ bir xil. Farqi nimada? Faqatgina murskoy rodda. Ya'ni der denga o'zgarib qoladi. Va shu bilan biz sizlar bilan ikkita kelishuvni to'liq tahlil qilib chiqdik. Endi esa navbat do'stlar, sizlar bilan dachniy падежga e'tiborimizni qaratamiz. Dachniy падеж biroz farq qiladi bu demak ikkita падежdan. Sababi bu yerda aynan rodlarni turli xil o'zgarib ketishligini sizlar ko'rasiz. Aynan dachniy падежda. Shuning uchun biz dachniy падежda 3-chi kelishik sifatida o'tyapmiz. Qiyinchilik jihatdan demak 3-o'rinda turadi. Demak, dachniyda aytdim, kimga, nimaga, jo'nalish kelishiga, when savoli bo'lyapti rus tilida, nemis tilida, rus tilida кому, чему bo'ladi va maskulinumga e'tiborlaring qaratadigan bo'lsalaring, qaranglar, uje katta o'zgarish bo'lib ketyapti. Der nimaga o'zgaryapti? Demga o'zgarib qolyapti. Kishiga bo'lib qolyapti. Aynen bo'lib qolyapti. Hamda keinen bo'lib qolyapti, negatsion. Demak, bunda nima o'zgaryapti? M qo'shimchasini olyapti, umumlashtiradigan bo'lsak. Demak, der qayerda-yu, dem qayerda? Bu yerda o'zgarish tubdan o'zgarib ketyapti. Der demak nimaga o'zgarib qolyapti? Demga o'zgarib qolyapti. Endi esa средний rod e'tiborlaring qaratinglar. Dasida to'g'rimi bu? Ham nominativda, ham akkuzativda. Bu ham demak nimaga o'zgarib qolyapti? Demga o'zgarib qolyapti, xuddi murskoy rodga o'xshab. Dem, einem, keinem, kind bo'lib qolyapti. Hammasi bir xil. Demak, bu yerda ham dem, ya'ni m qo'shimchasini olyapti. Demak, umumlashtiradigan bo'lsak, dachniy падеж murskoy rod hamda средний rodda dem artiklini olyapti yoki einem. Einem ko'rinishga kelib qolyapti. Bu umumlashtirilgan holatda. Endi shu yerga e'tiborlaringni yaxshilab qaratasizlar.
Женский rodni ko'rib chiqamiz. Женский rodda nima bo'ladi do'stlar? E'tiborlaringni qaratinglar. Demak, di bizda derga o'zgarib ketyapti. Ha, shunaqasi bo'lishi ham mumkin nemis tilida. Ya'ni biz boshida artikellarni yodlayotganlaringni men sizlarga tayinlaganman. Bu nominativdagi artikellar o'zgaradi. Bu aynan shunga demak nima desa bo'ladi? Tayanch qilib olmaylar. Di ham der bo'lib qolishi mumkin va mana shu holat bo'lmoqda. Demak, nima bo'lyapti? Женский roddagi di bizda nimaga o'zgarib qolyapti? Der artikliga o'zgarib qolyapti. Qaysi kelishikda? Dativniy padejda. Demak, der Frau ayolga bo'lib qolyapti. Einer Frau tubdan o'zgarib ketyapti. Buni albatta yodlab qo'yasizlar. Demak, murskoy rodda der demga o'zgaryapti, sredniy roddagi das demga o'zgaryapti, hamda женский roddagi di derga o'zgarib qolyapti. Bu demak asosiy kelishliklarda rodlarni tushlanishi edi. Endi esa pluralda do'stlar nima yuz beradi? Pluralda en deklanatsion degan bizda qonuniyat bor. Ya'ni en deklanatsion degani birinchidan di denga o'zgarib qolyapti. Hamda otlarning oxiriga demak nima qo'shilyapti? En qo'shimchasi qo'shilyapti. Shu paytgacha biz kelishiklarni tushlayotgan paytimizda otlarga deyarli hech qanday o'zgarish kiritmayotgandik. Sabab bizda o'zgarish bo'lmayotdi, qo'shimcha harf qo'shilmayotdi. Misol uchun o'zbek tilida yoki rus tilida birlikdan ko'plikka o'tkazayotganimizda yoki umuman padejlarda tushlayotganimizda otlar rus tilida ham окончанияsi o'zgaryapti. Bu yerda aynan shu дательный padejda pluralida en qo'shimchasi qo'shilib qolyapti. Shu o'zgarish bo'lyapti yagona. Demak, bu nima deyilar ekan? En deklanatsion deyiladi. Di denga o'zgaryapti. Artikelsiz, lekin en olyapti, loiten bo'lib qolyapti hamda отрицанияda loiten bo'lib turib, nima bo'lib qolyapti? Keinen loiten bo'lib qolyapti. Demak, bu do'stlar otlarni kelishiklarga tushlanishi edi. Bugungi darsimiz dativniy padej. Ich fahre mit dem Auto. Men mashina bilan demak yuraman yoki mashinada yuraman. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Demak, e'tiborlaringni yana ekranga qaratasizlar. Bu yerda sizlarga demak yana grammatik ma'lumotlar berilyapti. Im Dativ sind maskulin und neutral gleich. Buni albatta menimcha tushunib yetdilaring. Dativniy padejda murskoy rod hamda sredniy rod bir xil, ya'ni dem, einem, keinem bo'lib qoladi. Im Dativ plural hat das Nomen en. Am enda deyilyapti. Demak, dativniy padejda pluralida otlar en qo'shimcha oladi. Bu demak nima deyilar ekan? En deklanatsion deb ataladi. Davom etamiz. Nomen mit s in plural haben kein en deyapti. Demak, otlar s bilan tugaydiganlar en olmaydi deyapti. Misol uchun auto edi. Das Auto mashina, autos mashinalar edi. Endi shuni biz pluralga o'zgartiryapsa, ne qo'ymaymiz. Autosin bo'lmaydi hech qachon. Autos bo'lib qoladi. Bu chetlanishda o'rgatib ketyapti. Der passive artikel funktioniert wie kein deyapti. Endi passive artikellar bular tegishli olmoshlar. Meniki, uniki, mein, sein, dein bulardan o'tamiz. Shular ham xuddi keinga o'xshab bir xil tushlanib ketadi deyilyapti.